Assalomu alaykum. Yo'lgacha ketyapsanmi? Mayli, chiqing joylashib oling. Rahmat, kattakon. Men avtobusni manzilimga yetib olish uchun to'xtatdim. Lekin Farg'onada 23 yoshli erkak aynan mana shunday transport vositasini boshqa maqsadda to'sib to'xtatgan. Ma'lum bo'lishicha, huquqbuzar Farg'ona shahar Alisher Navoiy ko'chasi harakatlanib ketayotgan avtobus yo'liga hech bir sababsiz chiqib, uni majburan to'xtatgan. Qana kelayotganini ko'rmayapsanmi, jinni? Voy, shunaqa ham qiladimi? Endi bu holatni biror harakat yoki so'zlar bilan ko'rsatib bera olmayman. Sababi huquqbuzar haydovchini avtobusdagi ko'plab yo'lovchilar oldida turli axloqsiz so'zlar bilan so'kib, uni haqoratlagan. Dadangga qilmaysan, menga Asad akami Daryo Transport mahsuloti. Bo'ldi, hozir bu kamerada olinyapti. Men sen endi ko'rganim yo'q bu avtobusingni. Ha nima u to'sasiz avtobusda yo'lini? To'sib oldim. Qil bo'ldi, tezroq ketyapman sen. Hozir qoching, odamlar kech qolyapti. Mazkur holat ichki ishlar organ xodimlari tomonidan o'rganilib, yakuniy qaror uchun Farg'ona shahar sudiga yuborilgan. Huquqbuzar O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganda aybli deb topilib, unga shu modda bilan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Rahmat kattakon. Avtobus yaxshida, ko'plab insonlar yo'lini yaqin qiladi. Aynan mana shunday transport vositasi yo'lini to'sib, ular bilan turli huquqbuzarlik sodir etayotganlar. Avtobusda haydovchidan tashqari ko'plab yo'lovchilar ham bo'lishini aslo unutmang. Ularning hayotini xavfga qo'yish esa qonun oldida javobgarlikka albatta tortiladi.